Men buni Instagramda kuzataman. Bu o'zimizdami? Beksin. Qo'qon. Dilleri sizda. Marg'ilon dillerimiz. Qo'qon o'sha zavod narxida beriladi, to'g'rimi? O'sha zavod narxi beriladimi sizga? Aytib o'ting. Sortiment o'ta keng. Hammasi har xil. Ey mayda razmer necha, katta razmer necha? 24 dan 45 gacha bor. 24 dan 45 gacha. O 105 ham bor ekan. Bizni rekka olib chiqqan tapchika. Zo'r. Obuv, batta yangiliklar va shu zo'r mana akalar. Alsafi brendi hozirda bu O'zbekistonda rosa trend bo'lyapti. Mana shu oyoq kiyimlar, mo'lar yangilik ekan. Bular ikki xil rasvetkalari bor ekan. Pasti balati, bunaqa yangi podojlarga chiqarilgani bor ekan. Udar obuv. Akalarimiz Qo'qonda ham savdo qilishadi. Xullas batta assortiment bomba. Akalarimiz savdo qilishni boshlashgan. Bemalol aloqaga chiqinglar. Optim boshqa viloyatdan bo'lsa ham aloqaga chiqsin, sotuvchilarga ham arzon qilib beramiz narxini. Ko'pgina olgan dastavka qilib beramiz, donalab yo'q, faqat pachkaga sotamiz deyapti. Boshqa viloyatlarga ham bemalol aloqaga chiqsalaring dastavka qilib berishadi. Bog'laninglar akalarimiz bilan savdogarlar bo'lsa, sizlarga yoqqan narsalar bo'lsa Telegramdan tashlab berishadi. Narxlarini optim narxda qilib berishadi.